Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamizlar sport bilan ikki kun olib chog'laymiz. Bugun 64-kunidamiz. Bugun sizlarga ibratli voqea ulashib o'tmoqchimiz. Kunlardan birida bir fil ko'lga tushib tozalanib, poklanib cho'miladi. Cho'milib yo'lda ketar ekan, qarshisidan ko'prik keladi. Ko'prikdan o'tayotganda uning narigi tomonida bir cho'chqa iflos yomon holda bu tomonga qarab keladi. Orqasiga qaytadi, fil unga yo'l beradi, ya'ni cho'chqaga. Cho'chqa mag'rurlanib o'tib ketadi. Borib bo'lib o'tgan voqeani aytadi, ya'ni fil menga yo'l berdi deb turib maqtanadi. Bundan filni do'stlari xabar topadi hamda aytishadiki, cho'chqadan qo'rqqaning uchun unga yo'l berdingmi deydi. Fil kulib javob beradi. Yo'q deydi. Men undan qo'rqqanim uchun yo'l bermadim. Bir oyog'im bilan ezib tashlashim ham mumkin edi, lekin oyog'im kir bo'lgani qolardi. Unga shuning uchun yo'l berdim, ya'ni yomonligi, kirligi menga ham yoqmasligi uchun dedi. Xulosa shuki, aqlli insonlar yomon narsalardan o'zini chetda tutadi. Bu ulardan qo'rqishligi uchun yoki boshqa narsadan emas. O'ziga ham shu yomonlik, buzuqlik yopishmasligi, bo'lmasligi uchun. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.